savdolar sun'iy intellektga o'tishni boshladi. Tadbirkorlarimizning 99% bu texnologiyalardan foydalanmayapti. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bizning tadbirkorlarimiz nimaga to'ppini yechgisi kelmaydi deyman-da. Bilaman degan narsa xatolarning onasi bo'lsa kerak. Shunaqa. Mana oldingi yil men o'zim ham $20,500 faqatgina bilimga ishladim. Hazrati Umar aytganlarki, savdo ilmlarini olmagan odam bizni bozorlarga yaqinlashmasin degan. Ana keyingi migratsiya qayerga bo'ladigan bo'lsa, keyingisi уже sun'iy intellekt. Hozir sun'iy intellekt davri bo'lsa-da, u yerda avtomatizatsiya yo'q tursa, ham bloknot daftarlarda yurityapti biznes, kallada yurityapti. Katta davlatlar ham misol uchun kerak bo'lsa, o'zini bitta ishini tushunmayotgan bo'lsa, qanaqadir boshqa kompaniyaga yoki davlatga outsourcega beraveradi. Prezidentimiz bilan uchrashgan paytimizda kimdir savol berdi. Siz agar o'zingiz tadbirkor bo'lganingizda nima ish qilgan bo'lardingiz? Xitoydagi chakana savdoni 55% onlaynga o'tib ketdi. O'sha 20 ming plus yana 10% plus 1 yil degan narsasiga atigi 2 soat ichida где-то bir 100 ming so'm, 150 ming so'mni evaziga qila olyapman. Shu marketplace'ga kirishdan oldin biz $800 ming ko'chada Rossiyamiz yotgan bo'lsa, hozir xudoga behisob shukr 0. Kosmosga uchishga bo'lgan imkoniyat bor bo'lgan joyda просто tuxum qovurib shu bilan o'tkazyapmiz-da, boshqacha qilmaycha. Qaysi yo'nalishdagi tadbirkorlar birinchi bo'lib elektron tijoratga o'tish kerak deysiz? Maksimal tezlashtirishga nima soha bo'lishidan qat'iy nazar onlaynga o'tishga harakat qilish kerak. Shunaqa. Assalomu alaykum azizlar. Yana xudo xolasa bugungi podkastimizni biz tadbirkorlar bilan qanaqa qilib elektron tijoratda onlayn savdolarni yurg'izishi va o'zimizni tadbirkorlarni savdolarini yoki o'zini biznesini karra oshirish uchun qiymat berish harakatini qilamiz. Shuning uchun ketma-ket yaxshi eng katta ustozlarni chaqirib turib, o'zimiz podkastimizda mehmon sifatida va ulardan biz ekspertning ma'lumotlarini olish harakatini qilamiz. Bugungi mehmonimiz ustozimiz Ibrohim aka Gulamov. Assalomu alaykum. Ibrohim aka, xush kelibsiz. Rahmat. Yaxshimisiz, charchamasdan? Rahmat. Ibrohim aka, sizni endi deyarli O'zbekiston hammasi taniydi, lekin shunda ham bir qanaqadir 1% tanimaydigan bo'lsa, o'zingizni qisqacha tanishtirib yuborsiz. O'zi ismim Ibrohim Gulamov. Bizda konsalting korxona, kichik va o'rta biznes egalarini, korxonalarni tizimlashtirishda yordam beramiz. Asosiy beradigan qiymatimiz biznes egasini korxonasida operatsion tizim qurishga, operatsion boshqaruv tizimini qurishga va biznes egasini bu operatsion boshqaruvdan chiqarishga ko'proq strategiya bilan, ko'proq rivojlanish bilan shug'ullanishga yordam beramiz. Bu natijasida vaqti erkinroq bo'ladi, ko'ngli xotirjam bo'ladi, boshqaruv osonlashadi, nazorat osonlashadi, yaxshi ko'rgan narsalarga vaqt ajrata oladi, oilasiga, ibodatlarga, ruhiyatiga, shaxs sifatida o'sishiga, jahon dunyo tajribalarini olib kelishga, sayohat qilishga, shunaqa bir imkoniyatlar paydo bo'ladi. Zo'r. Har holda qilayotgan ishdan natija ko'ra oladigan darajaga keladi. Shunaqa bo'ladi. Va IT bir nechta yo'nalishlarimiz bor. Bifoza degan ERP sistemamiz bor. Bu do'kon, chakana savdo, ulgurji savdo ishlab chiqaruvchilarni avtomatizatsiya qilishga qaratilgan. Va oxirgi hozir yana bir razrabotkamiz Metasel degan AI dasturimiz orqali butun savdo bo'limini, sifat nazoratini, sotuvchilarni mijozlar bilan olib boradigan suhbatlarini tahlil qiladida, ko'rsatmalar berib boradi, o'zi obучат qiladi, xatolarni ko'rsatib beradi, savdo nuqtalarini, o'sish nuqtalarini, qayerda mijozlar yo'qotilyapti, ko'rsatib boradi shunaqa. Zo'r. Ibrohim aka, bizda auditoriyamiz asosan tadbirkorlar va tadbirkorlikni boshlayotgan insonlar. Shu birinchi qadamlarini nimadan boshlayotgan deb o'sha izlanishda yurgan odamlar. Shuning uchun siz juda ham ko'p shogirdlaringiz bor. Minglab shogirdlarni chiqargansiz, tadbirkorlarni o'qitasiz, boshqa qilasiz. Shuning uchun hozir asosiy tadbirkorlarni muammosini yaxshi bilasiz. Bir 5 ta muammosi deydigan bo'lsak, O'zbekistonlik tadbirkorlarni nima xatolar qilishadi? Xatolar endi juda ko'p bo'lsa kerak. Men biznesdagi 99 ta xato va ularga yechimlar degan kitob yozganman. 99 tasini u yerga yozib qo'yganman. Endi xatolar bor, xodimlarga tegishli, xodimlar bilan bog'liq bo'lgan xatolar bor. Biznes egasini fikrlashiga doir xatolar bor. Marketingdagi xatolar bor, sotuvdagi xatolar bor, strategiyaga doir xatolar bor, moliyadagi xatolar bor. Xatolar endi ko'p. Lekin eng katta xatolar bor-da. Yuzga ko'ringan.
Ha, eng katta va praktichески hamma joyda bu xato ko'rinadi. Biznes egalari men o'zim shundoq ham hamma narsani shundoq ham bilaman degan narsasi bor-da. Haqiqatdan. Shu bilaman degan narsa xatolarning onasi bo'lsa kerak. Shunaqa. Chunki qolgan xatolarni shu tug'ib beradi-da. Inson qachonki men bilaman degandan keyin unga bilim eshiklari yopiladi-da. Shunaqa. O'rgatmoqchi bo'lgan odam ham o'rgatmaydi, men o'zi aqllilik qiladigan odamga. Va Alloh taolo men bilaman degan odamga asl sirlarni ochmaydi-da. Bu eng katta xato deb o'ylayman. Shuning uchun biz doimiy bir o'quvchi bo'lishimiz kerak bu dunyoda. Shunaqa. Ya'ni mana shu men bilaman degan narsadan boshlanadi. Savdodagi xatolar bor, ko'rmaydi. Shunaqa. Moliyadagi xatolar bor, ko'rmaydi. Marketingdagi xatolar bor, ko'rmaydi. Strategik xatolar bor, ko'rmaydi. Boshqaruvdagi xatolar bor, ko'rmaydi. Men bilaman deb yuraveradi va problemalar ustiga problemalar kelaveradi. Shunaqa. Bilaman deydi, lekin tovarini 90% nasiyaga sotadi. Nimaga? Mana shu savol keyingi savol edi o'zi. Nimaga o'zi nasiyasiz savdo qilisha olmayapti aksariyat tadbirkorlar? Bu o'sha yana narsaga borib taqaladi. Ya'ni Hazrati Umar aytganlarki, savdoda ya'ni savdo ilmlarini olmagan odam bizni bozorlarga yaqinlashmasin deganlar. Bizda o'sha bilimlarni endi unut bo'lib ketgan. Bilmaydiganlar ham bozorlarga kirib kelgan. Va bilmagandan keyin, strategiyani bilmagandan keyin, savdoni bilmagandan keyin tovarni sotish kerak, pul ishlash kerak. O'sha uchun har qanday usloviyalarda tovarlarni nima deydi, shu realizatsiya qilish kerak degan ma'noda nasiyaga bo'lsa mayli, pulini keyin bir amallab sotib bersangiz ham mayli degan bir shunaqa bir muhit paydo bo'lganda. Shunaqa. Nasiyaga beraveradi, keyin ketidan yillab yuradi. Har jumada tabriklab, yaxshimisiz hoji aka, shu oldi berdingiz bor deb yurishadi. Shunday. Shunaqa. Endi men ko'p shu aytayotgan vaziyatingizni nimaga o'xshatamanki, mashina haydashni biz o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsak, ikkita yo'limiz bor. Yo borib turib, dastlabda o'qib turib, yonimizga instruktor olib turib, ular bilan birga haydab turib, ular rulni burchagini ushlab turib chiqishimiz bor. Ikkinchi yo'limiz bor, zavod qilib ketib, sharpa katta yo'lga chiqib ketib, o'zimiz haydashimiz bor. Unda ham o'rgansa bo'ladi. Lekin hayot qimmatroq o'rgatadi-da. O'tini qirib oladi, bo'tini urib oladi, boshqa qiladi, keyin baribir yana o'sha dasafga boradi. Shuning uchun birinchi tadbirkorlarga bizga maslahat beramiz, o'qib bilib, keyin o'sha katta ko'chaga chiqqani yaxshi deb. Xuddi shunday. Bu yerda mana o'sha nasiyaga berishning sabablari, endi bir nechta sabablar bor bu yerda. Birinchidan, masalan, qandaydir mahsulot bilan shug'ullanyapti, lekin analiz qilmagan. Bozorni o'rganmagan, raqobatchini o'rganmagan, misol deylik, mijozlarni o'rganmagan, butun bozordagi o'zgarishlarni, o'zini holatini o'rganmagan. Chiqargan mahsuloti balkim bozorda umuman hadavoy mahsulot emas. Shunaqa. Ikkinchidan, analiz yo'q bu holda mahsulotni bozorga taklif qiladi. Ikkinchidan, raqobatbardosh bo'lish uchun raqobatdagi ustunligini topmagan. Bu yerda ham o'sha marketingdagi xatolar bor-da. To'g'ri pozitsionирование qilmayapti, to'g'ri masalan strategiyani tanlamayapti, raqobatbardosh bo'la olmayapti. Bunda ham ilmi yo'qligi sababdan bosaveramiz, tavakkal deb turib shunaqa qilinadi. Uchinchidan, kadrlar bilan to'g'ri ishlash yo'qda, u savdo jarayonida to'g'ri podxod, to'g'ri muloqot, to'g'ri voronkalarni, to'g'ri kommunikatsiyani, to'g'ri savdo algoritmini yo'lga qo'ya olmaydi. Hamma joyda xatolik bor-da. Misol deylik, ham tahlilda, ham strategiyada, ham xodimlar bilan ishlashda, ham narx qo'yish siyosatida, hamma joyda. Shu natijasida har joydan pand yeyish boshlaydi-da. Ham masalan hatto pulni yig'ishdagi masalan u ham o'zini ilmi bor. Qarzdorlikni unga ham misol deylik. Shu. O'sha o'zi mana aytaylik, tadbirkorlikni agar hozir qilib turgan ishi bo'lsa ham, keyin men shuni boshlaganimda nimadan boshlashim kerak edi agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa. Misol uchun hozir tushunarli, fundament o'zi yaxshi qilinmagan, ustiga qurilgan u ham o'zi likkilab yotibdi. Ishlayman, ishlamayman, bir tadbirkor ko'tariladi, bir tushib ketadi, bir ko'tariladi, bir tushib ketadi, nima bo'layotganini tushunmaydi. U bilan birga boshlagan 3 yil oldingi boshqa tadbirkor o'sib ketyapti. Nimada xatoligini tushunmayapti. Mana shu fundamentni qurishdan, boshidan tushunarli, borib bilim olish kerak, o'qish kerak. Lekin shuni bir qadamma-qadam etadigan bo'lsak, tadbirkorlikning asosiy o'sha ustunlari nimalardan iborat? Ha, endi biz o'zi asosan biznesi borlar bilan ishlaymiz. Ya'ni endi biznes qurmoqchi bo'lganlar bilan ishlamaymiz odatda. Endi umuman olganda bir yangi bir yo'nalishni yo'lga qo'yayotgan bo'lsa, birinchi
o'zi nima sotmoqchi, kimga sotmoqchi, nima uchun aynan buni tanladi, qaysi raqamlar asosida bu qarorga keldi, bu qarorga kelishda misol deylik qanaqa biznes model asosida ishlaydi bu yerda, nimaga bu biznes modelni tanladi, nimaga asoslandi, konkurentni o'rgandimi, bozorni o'rgandimi, mijozni o'rgandimi, buni aniqlab olish kerak. Keyin fin model qilish kerak bo'ladi. O'zi bu biznes modelida qancha pul topish mumkin? Fin modelni qilish kerakki, qancha sotish kerak bo'ladi, qancha pul topiladi, qancha klient kerak bo'ladi bu uchun, qancha pul tikish kerak bo'ladi, qanchada o'zini oqlaydi bu. Ya'ni hisob-kitobli joylarga ko'proq e'tibor qaratish kerak. Ya'ni marketing tadqiqotlari yoki o'rganishlar biznesni bir boshqacha raqobatchilardan farqli bo'lishi uchun raqobat analizidan kelib chiqqan holda fin modelni, biznes model hamda fin modelni tuzib olish va o'sha asosda misol deylik keyingi qadamlarga o'tish mumkin. Zo'r. O'zi mana hozir fin model dedingiz, bizda 99% tadbirkor birinchi pulini olib turib yo tovarga, yo uskunalarga yoki bir qanaqadir binoga nimadirga qo'yib oladi. O'zligisi bir o'ylashadi-ki, mana mashinasi yaxshi bo'lsa kerak, mana bu narsani olib kelib sotsam yaxshi bo'lsa kerak, yo buni ishlab chiqarsam yaxshi bo'lsa kerak deydi. Lekin o'sha aytganingizdek analiz boshqa narsalar qilinmaydi. Endi mana biz elektron tijoratda savdo qilamiz, Zoom, Yandex, Wildberries'larda birinchi o'rinda bir tiyin pul tikmasdan hali faqatgina bir oy analizga ishlatamiz. Ya'ni analiz qilib, boshqa qilib, tovarlarni bir 1000 tasini tanlaganimizdan keyin oxiri bir qo'limizda 20 tacha tovar qoladi, olib kelib sotish ehtimoli bo'lgani. Filtrlab moliyaviy model qilinadi, misol. Lekin shu narsani offlaynda qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, analiz deylik, mana ko'rib turgan odam o'ylashi mumkin. Hop, men misol uchun mana stakanni sotmoqchiman, ishlab o'ylayapmanki, gipoteza. Mashinada potensial bor deb o'ylayapman. Shuni analizini qanaqa qilsam bo'lar ekan? Ma'lumotlarni, boshqalarni qayerdan olsam bo'lar ekan? Yoki o'zimni emotsiyamga ishonib turib, misol uchun ishlayverishim kerakmi deganga qanaqa yechim olsa bo'ladi? Endi analiz haqida aytadigan bo'lsak, bu eng muhim joyi bo'lsa kerak va O'zbekiston bozorida analitika uchun ma'lumotlar to'liq emas. Misol deylik, Stat.uz bor yoki qandaydir bir marketing agentstvolari bor, bozorni o'rganib beradigan yoki misol deylik, tamojni qandaydir ma'lumotlari bor, chetdan olib kiradigan bo'lsa agar, shu ma'lumotlarni jamlash kerak deb o'ylayman. Endi nima deydi? Har bitta narsaning o'zining mutaxassisi bor. Misol deylik, men qanaqa podxod qilgan bo'lardim, men mutaxassisga topshiraman. Misol deylik, fin model qilish kerakmi? Moliyachimizni chaqiramizda bizga qilib ber deymiz. Qandaydir bir yangi bir bozorga kiryapmiz, uni analitikasi kerakmi? Bu dannilar bilan shug'ullanib yurgan marketing tadqiqotlari olib borayotgan bo'lishi mumkin. Shularga murojaat qilishimiz mumkin. Shular asosida ma'lumotlarni olamiz berishni. Ya'ni mana hozir siz masalan, mana o'zimga kirmoqchi bo'lsam, nima qilaman? O'zimcha nimadir qilib, o'zimni mutaxassisiga murojaat qilaman-da, misol deylik, qaysi mahsulotlar bilan men o'zimga kirishim kerak? Zo'r. O'zi mana shu javobni sizdan aniq olaman deb o'yladim. Haqiqatan siz shuncha odamlarga tadbirkorlarga bilimni tizimlashtirishni, biznesni o'rgatishdan tashqari, sizda ham anu bilaman degan narsani to'ppisi yo'q, olib qo'yib turib, undan ko'ra mutaxassisga beraman deyapsiz. Bu iloji yo'q. Ya'ni shu bilan men nimani bu yerda ko'rsatmoqchi edimki, haqiqatan men nima qilmaylik, katta tadbirkor bo'ladimi, o'zi kerak bo'lsa o'zi davlatning rahbarlari bo'ladi, doimiy o'zi bu o'qish bilan shug'ullanadi, bilim olish bilan shug'ullanadi. O'shanga misol uchun qanaqadir o'zingiz nimadir tushunmayotgan bo'lsangiz, doktorlik qila olmaymiz hammamiz. Undan ko'ra borib doktorga berib turib, o'shandan lecheniya olganimiz yaxshi. Shu. Endi shunday narsaga keldim, Sherzodjon. Mana hozir oxirgi paytda shu narsaga keldimki, nimadir o'rganmoqchimanmi? Birinchi nomer 1 mutaxassisni topaman. Albatta. Pulini to'layman, o'shandan o'rganaman. Shunaqa. Shu eng qisqa, eng oson, eng arzon yo'l. Arzon yo'l. Shunaqa, eng arzon yo'l. Mana oldingi yil men o'zim ham $20,500 faqatgina bilimga ishlatdim. Chunki u narsalarni o'zim qiladigan bo'lsam, xatolarim menga 100 mingdan oshiq tushardi. Chunki xatolar qilib, o'sha boshlarimiz g'urra bo'lib ketavergan. Shuning uchun eng zo'ri mutaxassis kim bu yoqda? Mana hozir bu yerga suhbat qilishdan oldin ham shogirdi Shahriyor aka bilan gaplashdik. Sotuv bo'limimizda sal muammo bo'lyapti. Sizlarda qanaqa mutaxassislar bor deb misol so'radim-da. Chunki u narsani ichiga tushib olib, bizni bittadan yechim qilguncha vaqtdan yutqazamiz. Nechta sotuvchi bor sizda? Bizda ko'p emas, ko'pi bilan 6 gacha sotuvchi bor.
Telefonda gaplashadimi? Ha, telefonda gaplashishadi. Telegramda yozishmalar bo'ladi. Telegramda yozishmalar. Deyarli misol uchun sizlarning sotuv bo'limi bilan bir xil segment, bir xil auditoriya, boshqa narsa. Shuni biz o'zimiz misol uchun noldan qilib, boshqa qilgandan ko'ra, qoqilib, vaqt yo'tkazib, pul yo'tkazib, potensial yo'tkazgandan ko'ra, mutaxassislarni jalb qilib qilganimiz bizga ancha arzonroqga tushadi, tezroq bo'ladi. Ya'ni har bitta tadbirkor xuddi shu ish bilan shug'ullanadi. Даже katta davlatlar ham misol uchun kerak bo'lsa, o'zini bitta ishini tushunmayotgan bo'lsa, qanaqadir boshqa kompaniyaga yoki davlatga outsourcega berib yuboradi. Shunday. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bizning tadbirkorlarimiz nimaga to'ppini yechkisi kelmaydi deyman-da. Endi yaxshi ma'noda. O'zi bu bitta klientimiz bor-da. Kapitalizatsiyasi $100 million. Dediki, men вообще hech narsani bilmayman deydi. Постоянно o'rganadi-da. Ayrim tadbirkorlar bor, zo'rg'a $1000 pul topadi-da, u hamma narsani biladi. Shunaqa odamlar bormi? Shunaqa. Mana hozir suhbatdan oldin ozgina gaplashib qoldik. Biz endi qanaqa savdoni boshlaganmiz, elektronik tijoratga kirganmiz deb. Shunda aytib o'tdimki, bizning sherigimiz mana shu uzumni asoschilaridan biri Tataristondan kelgan Lenar Husunli. O'zini kompaniyasini 23-yilning oxirida $380 million ga sotdi misolda. Lekin o'sha odamga qaraydigan bo'lsangiz ham doimiy manba olib o'qish bilan oboradi misol. Yo masalan $380 million bor odamga nima kerak bor degan savol tug'iladi-da. U bilim olinmaydi. Bilim o'rgangan sari bilmasligingizni bilaverasiz-da. Shunaqa. Endi bugun hech bo'lmasa shu podkastimizdan bitta bo'lsa ham tadbirkor, mana shu o'rganishim kerak ekan degan narsani o'zi uchun agar yechim qilib oladigan bo'lsa, shuni o'zi bir natija-da misol. Biz endi yaxshi ma'noda to'ppi deymiz, to'ppini yechish kerak emas. Rus tilidan tarjima qilsa korona deydi. Ya'ni tojjiga yechib qo'yish kerak. Qo'pol qilib aytganda. Manmanlik tojini. Manmanlik. Ha, endi yana ham qo'polroq qilib aytadigan bo'lsak, kichkinagina kibrchani olib tashlash kerak. Men bilaman degan narsani. Shunaqa. Endi o'zi umuman olib qaraganda O'zbekistondagi va dunyodagi elektron tijorat bozorini siz qay darajada potensialni ko'ryapsiz? Men Xitoyga agar qarasak, Xitoy bizga ancha-muncha narsani ko'rsatadi-da. Masalan, Xitoyning bozorlardagi bo'layotgan o'zgarishlar, ayniqsa mana bu pandemiyadan keyin juda katta o'zgarish bo'ldi, juda katta o'sish bo'ldi. Bilmayman qanchalik u yerda offline sotilyapti, hozir menda aniq raqamlar yo'q, lekin shunaqangi bir kontent zavodlar qurib tashlandi u yerda. Misol deylik, bilmayman, 10 etajli bino bo'lsa agar, 10 etajli binoning har bir etajida, har bir burchagida, har bir xonachasida streamlar, prямой efirlar, bitta misol deylik prямой efirda 4 ta 5 ta akkauntdan prямой efir bo'ladigan darajada tinimsiz prodajalar bo'layotganini ko'ryapmiz-da. Bu bozor shu tarafga qarab o'zgarib boryapti va bu narsa bizga buni shamoli ham o'sha kelyapti. Albatta. Misol deylik, O'zbekistonni agar oladigan bo'lsak, bu yerda potensial juda katta deb o'ylayman. Nafaqat onlaynda. O'zbekiston o'zi endi bir dunyoga ochilgan bir joy bo'lsa, juda katta potensiallari bor. O'si juda katta hamma narsada o'sish bo'lyapti. Hatto futbolda masalan o'sish bo'lyapti, boshqa narsalarda ham o'sish bo'lyapti. Bu prezidentimiz bilan uchrashgan paytimizda kimdir savol berdi. Siz agar o'zingiz tadbirkor bo'lganingizda nima ish qilgan bo'lardingiz? degan savol berganda o'sha aytdilarki, onlayn tijorat bilan, onlayn savdoni shu misol deylik, onlayn savdo platformalari yo'q, shu marketplace ga o'xshagan narsalarni aytgandilar-da. Shunaqa. Ya'ni bu o'sha prezidentimiz urug'idagi ko'rayotgan narsa. Shunaqa. Haligi mana raqamlarga keladigan bo'lsak, Xitoydagi chakana savdoni 55% onlaynga o'tib ketib qolgan. Biz endi salkam 20 yil bo'ldi, 19 yildan beri Xitoy bilan ishlab kelamiz. O'sha aytganingizdagi pandemiyadan oldin misol EU degan bozorlari bor misol. EUda bo'lganmi? Bo'lgansiz. Ana o'sha yerga borsangiz, katta Quvlab yotibdi. Futsian degan misol gipermarket bor. Bizning Toshkentdagi Tashkent Cityga bir 100 barobar keladi. Pandemiyadan oldin odam o't bo'lmasdi. Xuddi eski ipodromga o'xshab tiqilinch bo'lib odam yurardi. Hozir borsangiz futbol o'ynaysiz bo'ladi. Lekin bozordagi savdo to'xtadimsa, yo'q, to'xtamagan. Qaytangi karra ko'tarilgan. Kuniga $100 million savdo qiladi o'sha bozor. Lekin kirsangiz hammasi kompyuter qo'yib qo'yib, faqat onlayn sotyapti misol. Ya'ni hozirgi texnologiyalar bilan qaqqadir borib, o'tga xarajat qilib, samolyotga, otelga, yeb-icharga xarajat qilib, tovarni ushlab qo'rib olib kelish shart bo'lmay qoldi.
Oddiy misol, mana oddiy o'zimizga qarasak, odatlarimiz. Sal vaqtimiz tig'iz bo'lsa yoki erinib qoladigan bo'lsak, ovqatni ham dastlabki zakaz qilamiz. Aksariyat odamlar. Obedga chiqish o'rniga boshqa odatlar o'zgaryapti. Xuddi shunaqa tovar sotib olishda ham, kiyim sotib olishda ham, boshqada ham odatlar o'zgarib dunyoda o'tib ketib bo'ldi bu narsaga. Bizanikilar endi kelyapti. Qachondir knopочный telefondan smartfonga o'tganmiz-ku. Shunga o'xshagan narsa-da. Shunday. Shu. Endi mana yurtboshimizni esladingiz. Kuni kecha qarorlari chiqdi ko'rgan bo'lsangiz. Ular ham tadbirkorlarni rivojlantirishga, tadbirkorlar bilim olishiga, boshqasiga 250 milliard so'm ajratib, misol uchun o'qinglar, bilim olinglar degan narsani qilyaptilar. Nimaga? Chunki tadbirkorlarda potensial ko'radilar birinchidan, ikkinchidan tadbirkorlar bilimi sal pastroqligini ham his qilyaptilar. O'qisanglar rivojlanasizlar. Rivojlansa har bitta tadbirkor, mana bitta bo'lsa ham inson agar tadbirkorlik yo'liga yollanma ichidan o'tadigan bo'lsa, men qahramon deyman-da. Nimaga? Chunki uni ketidan qancha odamni boqadi. Hani missiya deymiz, boshqa deymiz, lekin bitta odam hech bo'lmasa o'zini ishchi olmasa ham, lekin ketidan u logistik yurg'izayotgan bo'ladi, ketidan boshqa qanaqadir xizmatlarni outsourcingga xizmat berayotgan bo'ladi. Shuni o'zidan hech bo'lmasa ana mehnat eksportini kamaytiradi-da. Shunaqa. Endi Ibrohim aka, hozir mana yangi loyihangiz aytdingiz, Metasela adashmayotgan bo'lsam. Xo'p, sotuv bo'limini tizimlashtirish bo'yicha loyiha. Buni asosiysi sun'iy intellekt yotibdi. Mana endi hozir sun'iy intellektga o'tadigan bo'lsak, hozirgi hayotimizni qanchalik darajada sun'iy intellekt o'zgartiryapti? Tadbirkor ko'zi bilan qaraydigan bo'lsak. Endi bilasizmi, tadbirkorlarimizning 99% bu texnologiyalardan foydalanmayapti. Misol deylik, hozir sun'iy intellekt davri bo'lsa-da, u yerda avtomatizatsiya o'rtursa, hali ham bloknot, daftarlarda yurityapti biznes, kallada yurityapti. Shu perexod qismi qiyin bizda nimagadir. Ya'ni texnologik emas bizni o'zbegimiz. Ya'ni texnologiyalarga unchalik kirishmaydi. Ya'ni yana o'sha joy borda, ya'ni bilim olishga bo'lgan chanqoqlik shu darajada bir nima bo'lganki, bilim olish biz uchun brend emasda, bunday olsangiz agar. O'qib kim ham bo'lardik degan narsa ko'proq. Jismoniy mehnatga moyillik ko'proq. Bozorga chiqqandan ko'ra odam bo'lasan. Misol aqlni ishlatish bor, qo'lni ishlatish bor. Qaysin birini ishlatamiz desa, "Lutchi davay men qo'lni ishlataman" degan narsa ko'proq. Shunaqa. O'shanga bu imkoniyatlarni hali ko'rayotgan emas. Masalan, hozir sun'iy intellektda ChatGPT deysizmi, Cloud deysizmi yoki Gemini deysizmi, boshqa prosta chat qilib ishlatsa, u ish emas. Shunaqa. Ya'ni bilmayman, kosmosga uchishga bo'lgan imkoniyat bor bo'lgan joyda bu aqlni prosta tuxum qovurib shu bilan o'tkazyapmiz-da, boshqacha qilib aytsak. Shunaqa. Xuddi qo'limizda iPhone bor. iPhone'ni funksiyasidan faqatgina telefon qilish bilan Telegramga kirish, rasmga olish ishlatamiz, qolganini ishlatmaymiz. Xuddi shunga o'xshab sun'iy intellektda hozir funksiyasi 1% ham ishlatilmayapti. Shunaqa joylar bor. Lekin misol uchun mana bu yerda bitta qiyos qilsak bo'ladi-da. Hozir 2000-yillarda juda ko'p tadbirkorlarga odamlarga maslahat berishganda, baraka topkir, kvartira olib qo'ygan, $1000, $2000 turibdi, Cherchuvda $100 sotilyapti. Keyin deb misol imkoniyatni ko'rishmagan, ko'ra bilmagan, undan keyin oradan 10 yil o'tgandan keyin ham hojaga shunaqa qilib qo'ygan ekan, 10 ta kvartirasi bor ekan deb hozir havas qilib o'tiribdi misol. Yoki misol boshqa Bitcoin olib qo'ygan. Ya'ni bir nechta imkoniyatni qo'ldan chiqarib olgan. Abu Zaqidan do'kon olib qo'yganlar misol uchun. Undan keyin mana olib qo'ysam bo'lar ekan deb, men ham shu qatori bitta shunaqa insonman. O'zimga Abu Zaqidan $13,800 men bu do'konni olib qo'ygin desa, yo'q, omborxonaga shuncha pul ishlataman deb ertasi kuni bor Lasetti olgandim. 2006-2007-yillarda misol. Endi Abu Zaqi birinchi yil ishlayotganda. Ya'ni tadbirkorlik sifatida imkoniyatni o'tkazib yuborgandan keyin havas qilamiz-da. Xuddi shunga o'xshab hozir sun'iy intellektni yurg'izayotgan tadbirkorlar ertaga karra o'sishni boshlaydi. Uni bilan shug'ullanmayotgan yoki biznesiga kirgizmagan odamlar unaqada chetda qolib ketaveradi. Elektron tijoratni kelajagi sun'iy intellektda. Mana hozir bitta qadamma-qadamli tushuntirib bersam-da.
o'zi odamlar bozorga intilgan har doim, chunki bozorda odamlar g'ovjin bo'lib yig'ilgan. Undan keyingi etapda kiyim-kechakda boshqada hammasi ko'chada do'konlarga o'tib ketib qoldi. Chunki bozor noqulay, narx-navo bir xil bo'lib qoldi. Keyingi evolyutsiyasi elektron tijorat, onlayn marketplace'larga boshqalarga o'tdi. Ana keyingi migratsiya qayerga bo'ladigan bo'lsa, keyingisi уже sun'iy intellektga bo'ladi. Chunki odamlar sun'iy intellektga kirib turib, men soatlab marketplace'da yoki internetda tovar qidirib o'tirmayman. Shunda ChatGPT ga buyurtma beradi. Menga krossovkani qiruvchi razmerini, setichini, misol OnCloud degan brendini, qora rangini mana bunaqa narx segmentda topganda, qaysi do'konlar borni ko'rsatib qo'y. 3 minutda topib beradi. Uning uchun qidirayotganda marketplace'ga kiradi, onlayn do'koningizga kiradi va hokazolar hammasi kirib chiqadi-da, keyin ko'rganini, bo'pti, ma'nosi yaxshi ekan deb, shuni menga ertaga uyimga jo'nattirib qo'yadigan anaqa topshirig'ini beradi, bo'ldi. Savdolar sun'iy intellektga o'tishni boshladi. Walmart degan katta anaqa bor. Amerikada. Ular уже sun'iy intellekt orqali, ya'ni ChatGPT bilan integratsiya qilib turib, уже ChatGPT orqali tovarni sotishni boshlashdi masalan. Bu narsa tez virusli bo'lib turib, birinchi rivojlangan davlatlarga, bizga ham 1 yilda, 1,5 yilda kelib qoladi-da. Endi bizani qora ko'z tadbirkorimiz hali ham shu kitob daftardan chiqmaydigan bo'ladigan bo'lsa, tasavvur qiling, qidiruv bergan paytda ularning tovari chiqib keladimi? Chiqib kelmaydi, onlaynga o'tmasa. Shuning uchun hammaga aytamiz, tezroq harakat qilish kerak, boshqa qilish kerak. Mana hali MetaSellga keladigan bo'lsak, bizda sotuv bo'limi bor. Misol, sotuv bo'limini qay darajada rivojlantirib bera oladi shu produkt. Mana chunki men bu gapni nimaga olib keldimki, biza ham sun'iy intellekt migratsiya qilmasak bo'lmaydi. Sotuv bo'limimizga. Bunda potensial borligini ko'rib turibmiz. Endi mana sizlarning produktdan foydalanadigan bo'lsak, nima yechimlar qilib beradiki, bizani sotuv, ya'ni mijozimizning narxini qay darajada tushirib bera oladi. O'zi MetaSellni o'zimiz uchun ishlatyapmiz-da. Mijozlarimizga ham o'ziga ilingan narsani taklif qilyapmiz. Nima imkoniyatlar bor? Misol deylik, butun suhbatlarni hammasini tekstga aylantiryapti. Har bir sotuvchimizni butun suhbatlar tarixini o'rganyapti. Kim bilan nima gaplashgan, qaysi klient bilan hammasini o'rganyapti-da. Ma'lum bir kriteriyalar qo'yilgan u yerda. O'sha kriteriyalar asosida tahlil qilyapti sotuvchini. Har bir klientni tahlil qilyapti. Misol deylik, klient xarid qilmadi. Nima xarid qilmadi? Bu sotuvchi shu klientni yo'qotish uchun nima xatoliklarga yo'l qo'ydi? Nima yaxshi uslublarni qo'lladi? Bu bilan keyingi suhbatda nimalarga e'tibor qaratish kerak? Nima so'zlarni hatto gapirish kerak? Sotuvchilarni bir-biri bilan taqqoslaydi. Eng zo'r praktikalarni nima o'zi yaxshi ketyapti, ya'ni mahsulotni tushuntirib berishdagi yaxshi gapira olyaptimi? Kommunikatsiyasi yaxshi bo'lyapti. Hatto qanaqangi uverenni gapiryaptimi, uverenni gapirmayaptimi, shuni ham analiz qilyapti. Qo'yib. Hatto shunaqa funksiyalar qo'shildi hozir. Telegramdagi yozishmani ham analiz qiladi. Masalan, yozishmadan bo'ladi, biz telefonda gaplashamizda keyingi suhbatimiz Telegramda bo'lishi mumkin. Odatda buni CRMlarda buni analitikasi yo'q. O'sha yerda uzilish bo'ladi. Biz uni ham hozir qo'shdikda, endi polnocenniy bo'ldi. Telegramda yozishma qilsa ham, u yerda va'da berib turib, va'dasidan turib, ertaga qo'ng'iroq qilaman, ertaga gaplashib turib, uni ham tahlil qiladi-da, umumiy kartinani beradi. Umuman olganda sotuvchilarni juda ko'p nimalari bor, tahlillar juda ko'p. Bitta zvonok bo'yicha juda ko'p tahlillar, hatto bitta zvonok bo'yicha. Hatto necha foiz mijoz gaplashgan, necha foiz sotuvchimiz gaplashgan. Sotuvchilarimizda yana shunaqa joy bor. Shunday bitta klient bilan gaplashadi-ku. Gaplashgandan keyin sharti kiradi-da, aytadi, "Men shu bo'yicha nima xatolik qildim, menga aytib ber" deydi-da. Sun'iy intellekt gapirib berasan hozirgi klient bilan suhbatingni, "Men bu joylarda xato qildim. Men buni yaxshilashing mumkin. Keyingi safar qo'ng'iroq qilganda, men bu so'zlarni gapirgin" deb turib, hatto aytadigan gaplarni ham aytadi. Skriptlar qilib beradi. Skriptini ham aytib beradi. Keyin yo'qotilgan mijozlar bor, откazga chiqqan. Ularni qaytarish mumkinligini ham analiz qilib beradi. Necha foiz buni qaytarish mumkin deydi. Qayta qo'ng'iroq qilsang, mana bunaqa narsa qilsang, xatolarni oldini oladi. Misol deylik, o'zi sifat nazoratida sotuv bo'limini qurish jarayonida, masalan, bizda 30 ga yaqin sotuvchi bor. Call centrimizda. Sifat nazoratini kuniga masalan bir 50 tacha qo'ng'iroq qilsa, har bitta sotuvchi
'30 ta xodim har kuni 50 ta uni analiz qilish uchun yana bir 10 tadan ziyod odam kerakda. Uni har bittasini eshitib, xatolarni, yutuqlarni, kamchiliklarni keyin ko'rsatma berib borish kerak bo'ladi. Buni iloji yo'q. Qimmatlashtirib yuboradi. Qimmatlashtirib yuboradi. Bu hozir juda bir katta bir imkoniyatlar berdi. Ham o'ziga tavsiya beradi, ham robga beradi, ham bizga как biznes egasi ko'ra olamiz, nima qayerda xatolik ketyapti. Xohlasak personalniy sotuvchini, xohlasak butun sotuv bo'limini, xohlasak bir mijoz kesimida xohlagan raqamlarni ko'rish imkoni borda va raqamlar asosida qaror qabul qilish eng asosiy narsasi shuda buni. Zo'r. Raqamlar asosida qaror mantiqiy, har tomonlama ilmiy yondashgan holda nimadirlarni o'zgartirasiz, nimadirlarni kuchaytirasiz, nimadirlarni yaxshilaysiz. Zo'r. O'zi odatda roblar o'sha analitika qilish uchun o'sha hamma gaplashganlarni eshitish kerak, boshqa qilish kerak, raqamlarga qarash kerak. No baribir ham insonni resursi cheklangani uchun bir 10% ni yoki 5% ni ko'rishi mumkindir. Qolganiga erinadi. Hani 10 tadan bittasini eshitadi yo nimadir qiladi. Hozir sizlarning platformanglar demak har bitta detaliga, har bitta suhbatga e'tibor beradigan bo'lsa, bu ma'lumotni yig'ib umumiy mijozni oruvlarni ham, bizni ko'rmagan oruvlarni ham ochib berar ekanda demak. Va ularga qanaqa yechim bersak bo'ladi, yangi produkt qanaqa qilsak bo'ladi. Bundan tashqari bizni o'sha mijozlarni marketingini qanaqa olib borsak bo'ladi degan narsani ham o'sha ma'lumot yig'ilgandan keyin o'shandan olsak bo'ladi. Juda ishlatgan odamga, ya'ni tagigacha mohiyatini tushungan odamga bu oltin. Shunday. Yani bize xudo xolasa yangi mijozingiz deb hisoblayvering, bizani xudo xolasa shunga minnat qilamiz. O'zi nimaga buni men hozir qiymatini yaxshi tushunyapman? Chunki onlayn savdoda ham bizada o'sha 3 yil, 4 yil davomida yig'ilib kelgan barcha o'sha uzumdagi yoki Valberisdagi yoki boshqa marketplazdagi savdolarni har bitta sotuvchini savdosi yig'ilib turadi-da. Ya'ni ma'lumoti. Nechta dona sotgan, nima rangini sotgan, u rangini, nima razmerini sotgan, bu nimaga sotolmadi. Buni boy berilgan savdo degan, ya'ni upushinniy vyruchka deydi. O'shalargacha ham ko'rsatib beradi. O'zi men bu ruchkani sotishga ehtimoli bor edi, lekin buni yetkazib olib kela olmadi. Yetkazib olib kelganda yana 20 million ko'proq savdo qilgan bo'lardi deb misol. Mashalarning hammasi ma'lumotli ko'p bo'lgani hisobiga yana ham o'sha mayda chudasigacha ham analiz qilsa bo'ladi-da. Hozir xuddi shu narsani sizni produktingizni potensialini ko'rdim. Qiziq joyi shuki, masalan, bugun внедрять qilsangiz, erta kuni уже sizni oldingi tarixdagi analitikalaringizni ko'rsatib beradi. Shunaqa sразу уже. Men o'ylashimcha, endi hamma tovari cheki har xil bo'ladi-yu, lekin bitta ikkita tovaringizni sotganingizni o'zida puli chiqib ketib qolsa kerak. Xudo xolasa. Ayniqsa agar cheki misol uchun $500 dan yuqori tovarlar bo'ladigan bo'lsa, ikkita sotganingizni o'zida bitta sotganingizda aniq chiqib ketib qoladi. Shunaqa. Endi sun'iy intellektni bundan tashqari yana nimalarga ishlatyapsizlar? Men o'zim juda ham qiziqib qoldim bu narsaga. Sun'iy intellekt temasida vibe coding degan narsa bor. Ya'ni sun'iy intellektni o'zingizga nastroy qilib olasizda, голосовой komandalar bilan, ko'rsatmalar bilan o'zingizga har xil narsalar yasab olasiz. Men hozir shu bilan shug'ullanyapman. Zo'r. Ishni bilmayman, juda tez osonlashtirib beryapti-da. Shunaqa. Masalan, bitta narsa razrabotka qilishim kerak edi. $20,000 talab qildi bir ekspert, chet el mutaxassisi. Va aytdiki, 10% foydaga sherik qilasan. Shu narsani. Plus 1 yilda senga razrabotka qilib beraman. Vibe coding bilan shu narsani hozir tuzib turib, misol deylik, o'sha 20,000 plus yana 10% plus 1 yil degan narsasiga misol deylik, men o'sha narsani 2 soat ichida atigi где-то bir 100,000 so'm, 150,000 so'mni evaziga qila olyapman hozir. $22 jazosi. Shunaqa bo'lyapti. Shunaqa. Zo'r. Haqiqatan sun'iy intellektda mana cloudda mana biz ham o'zimizni moliyaviy jadvallarimizni biz o'zi hamma ishimizni Google Sheets'da olamiz. Chunki bizning bitta xodimimiz O'zbekistonda, bittasi Qozog'istonda, hattoki Argentinada o'tirib savdo qiladigan xodimlarimiz bor. Va o'sha moliyaviy hisobotlarimizni cloudga ulab qo'ydik va unga
men unga aytdimki, Amazonni moliya direktori sifatida menga ishlab berganda, har kuni analiz qilasiz, har kuni xatolarni menejerlarnikini ko'rsatasizda, ularga vazifa berasiz va menga ertalab ana svejiy gazetaga o'xshab ma'lumotlarni hammasini jo'natib turgin deb o'sha vazifa qilib keyin anaqaga ulab qo'ydim. Telegramga ertalabdan menga svotka tashiydi. Misol, bugungi kunimizga mana buncha общий savdo bo'lgan, buncha zarar, buncha foyda, mana buncha nelikvid tovaringiz bor, bunisi bordi va mana vazifalarni deb gruppaga tashiydi, moliya gruppasiga, menejerlarga vazifa beradi, kechqurun o'zi tekshirib oladi. Bu bilan O'zbekistonning moliya direktori o'rtacha bir 2000-3000 dollar turadi-da. Yaxshi, sal tuzroq bo'ladigan bo'lsa. Shuni o'rnini bosdi, misol. Zo'r. O'shaning uchun sun'iy intellektdan hozir foydalanmagan odam Lichniy assistentim bor. Ancha-muncha ishlarni qiladi. Misol deylik, mana siz bilan uchrashuvimizdan oldin menga ma'lumot tayyorla dedim. Ibrohim aka, O'zbekiston bo'yicha onlayn savdo raqamlari quyidagicha. Rasmiy statistika ma'lumotiga ko'ra, 2024-yil. Ya'ni ovozli ma'lumot desam ovozli, xohlagan anaqalarni tuzib beradi-da. Zo'r. Ya o'zi bitta gapda sun'iy intellektdan agar misol mana tadbirkorimiz bor, siz foydalanmayotgan bo'lsangiz, biling sizni konkurentingiz foydalanyapti-da. Ertaga oldingizdan yugurib o'tib ketib qolganini bilmay qolasiz. O'shaning uchun mana biz ham bekordan bekor shug'ullanmayapmiz. Undan tashqari o'zi sun'iy intellekt hozirgi ishimizni men o'ylashimcha bir 80 karra osonlashtirib beryapti. Men shuni ko'ryapman. Bitta mutaxassis sun'iy intellekt 100 ta mutaxassisni o'rnini Xuddi shunaqa. Agar to'g'ri o'rgansa 100 ta odamni o'rnini bosa oladigan bir holat. Shunaqa. Odam faktorini kamaytiryapti. Sotuv bo'limidachi endi. Sotuv bo'limida o'sha anaqani blindatsiya qilindi, kirgizildi, ishlatishni boshladi. Sotuvchilarni soni shu bilan kamayarmikan yoki nima bo'lar ekan? Bu keyingi bosqichdagi narsa. Biz hozir bu bo'yicha ish olib borilyapti. Hozir bor bo'lgan sotuvchilarni sifat nazorati bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, bor bo'lgan odam gapiradi ularni. Keyingi bosqichda endi shu sotuvchilarni ishini ham qiladi, chunki hamma dandalar bor, gaplashishni biladi. Yani o'zbekchada mana hozir ko'rdingiz, o'zbekchada javob berishni normal javob beryapti. Keyingi bosqichda shu savdo jarayonini ham o'zi qila oladi. Hozircha slabый, hozircha o'zbekchasi unchalik yaxshi hali emas, lekin shunga kelyapti hozir. Masalan, inglizchada уже bor, yaxshi gapiradi. Ruschada bor. Juda professional gapiradi, farqi ham bor bo'lmaydi. Shunaqa shunga qarab keladi. Shu bizda ham o'zi o'sha agentlarni kirgizmoqchi edik sotuv bo'limiga. Eng katta muammo siz aytgandagi til bo'ldi-da. Ya'ni bizda shevalar bor har xil. Bizda o'rischa aralashtirib gaplashishda bor. Bizda o'sha o'rischa yo'tirsan, o'rischa, inglizcha aralashtiriladi, forscha aralashtiriladi, boshqa qiladi. Sun'iy intellekt ham sal gangib qolyapti, misol, tilni tushunishga. O'shaning uchun qay darajada mijozlarning suhbatini eshitganda buni tushunib yetyapti. 100% tushunyapti. 100% tushunyapti. 100%. Ya'ni o'zbekcha gapiryapti, o'zbekcha shevalari bilan tushunyapti. Zo'r. Agar bu darajaga tekstga aylantiryapti, o'sha bo'yicha ishlayapti. Bu darajaga kelgan bo'lsa zo'r. Shunaqa. Chunki oddiy mana ChatGPTga ham agar o'zbek tilida gapiradigan bo'lsangiz, голосовой bo'lsa, o'zbek tilida javob beradi. Lekin o'zbek tilida tekstga o'tkazib turib gapirgan deydigan bo'lsangiz, turkchaga aylantirib yuboradi, yo boshqa tillarga aylantirib yuboradi-da. O'shaning uchun agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, albatta olib ishlatish kerak. Biz xudo xolasa ertadan boshlaymiz deydi-ya. Shu. Ana endi O'zbekistondagi tadbirkorlar hozir mana bizlarni ko'rib turgan bo'lsa yaxshi ekan, sun'iy intellektiga yaxshi, bizda elektron tijorat shug'ullanish yaxshi ekan. Bizlarning biznesimizni qaysi yo'nalishdagi tadbirkorlar birinchi bo'lib elektron tijoratga o'tish kerak deb o'ylaysiz? Misol uchun kimdir beton ishlab chiqaradi, kimdir oziq-ovqat ishlab chiqaradi, kimdir misol uchun kiyim ishlab chiqaradi misol. Shu ham elektron tijoratga, ham aytganimizdagi elektron tijoratga o'tmasa sun'iy intellektga ko'rinmaymiz biz. Ya'ni bozorda turgan prlavkada yo do'konimizda turgan tovar ko'rinmaydi-da. Shuning uchun sizning fikringiz, qaysi kategoriya tovarlardan birinchi o'rinda o'tib ketish kerak? Bitta mijozimiz bor edi. Molxona bilan shug'ullanishadi, ya'ni mol va hokazo mollarga qarashadi.
yerlar bor. Bizda o'qidida. O'qigandan keyin poliyalarda tarvuz yetishtirishgan. O'rgangan narsalari bo'yicha tarvuzni onlaynda sotishni boshladi. Juda katta qisqa vaqt ichida hammasini sotib yuborib, plus odamlar shu darajada tarvuzni so'rashyaptiki, yo'q o'zi tarvuz. Ya'ni men demoqchimanki, bir tarvuzni ham через onlayn sotish mumkin-da. Ya'ni O'zbekistonda shu darajada potensial anaqaki, farqi yo'q. Любой narsani sotish mumkin. Shunaqa. Maksimal tezlashtirish kerak. Nima soha bo'lishidan qat'iy nazar onlaynga o'tishga harakat qilish kerak. Shunaqa. Ayniqsa mana Qiyin sohalarni ham через onlayn sotish mumkin. shu hattoki Qurbon hayitida qo'y sotildi. Men o'zimda qo'ylarni qo'yib qo'y sotilishdi misolda. Uzunga. Ha. Misol uchun mana aytaylik qo'y qurbonlik qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, biz odatda nima qilamiz tadbirkorlar? Telefon qiladi, qassobga olib chiqib qo'ying yoki boshqa deyiladi, misol shu orqali. U qassobning vaqti yo'q, boshqasi yo'q, tig'izdir misolda. Shuning uchun kimdir shu og'riqni sezdi-da, qo'ylarni qo'yib chiqdi. Qo'ydi. Ko'ryapti, o'shani buyurtmasini beryapti, boshqa qilyapti-da, uni kuni boshqasi hammasi yozilgan. Shuni qo'yni fotosessiya qilishganmi shuni? Ha, qo'yni fotosessiya qilgan. Imенно qo'ymi bu yo prosta qo'yni qo'yib farqi yo'q anaqami? Individualni qo'ymi shuni? Yo'q, individualni hammasi har xil anaqasi. Chunki besi, ko'rinishi, qora qo'y yopib turib, uni oq jo'natib yuborsangiz bo'lmaydi-ku. Shunaqa qilib, atir upala sepib, qilib fotosessiya qilishgan. Endi hali qiyos aytamiz. Endi hattoki kimdir qo'ygan bo'lsa, oddiy живой gulli qo'yilyapti misol uchun yoki boshqalar, hattoki beton armatura ham sotilyapti-da. O'zi tegi mana marketplace'larni olib qarasak, xalq iste'mol mollari sotiladi asosan. Lekin bu sohalar hozirda yugurib ketdimizda, yugurib ketmagan. Lekin misol uchun o'sha ham 1 milliard, 2 milliard savdo qilib qo'yapti-da butun bozor bo'yicha. Aynan siz 100 millionni olib hech bo'lmasa kirib, sal bozorni egallab turishi maqsadida. Lekin mana tekstil ishlarimiz, biz o'zimiz tekstil ishimiz. Eng katta orug'i sizni ham oldingizga juda ko'p tekstil ishlar kelsa kerak O'zbekistonda, fabrikani xo'jayinlari boshqalar. Eng katta muammosi ularda nima? Ularda Rossiyaga, nasiyaga berib yuboradi. Olib borib konteynerni bitta ochib, furasini ochgandan keyin ikkita barak topadi-da, tovaring barak ekan deb qaytarib yuboradi. U bechora keyin uni yarim narxiga berish to'g'ri keladi yoki bir 2-3 ta ayb topadi-da, $100,000 ishraf qilib tashlaydi. Ya'ni bechora bizning tekstil fabrikalarini xohlagancha o'ynatishadi. Biz nimaga bu sohadan chiqib ketdi desangiz, o'sha tovarlarimizni hammasini marketplace'ga qo'yibmiz-da, mijozni o'zigacha yetkazib beryapmiz. Orada aptavik, boshqa emas, 5-qo'l emas, mijozni o'zigacha yetkazib beryapmiz. Marketplace orqali. Mijozga yetkazib berganingizdan keyin sizni tovaringiz bilan braki yoki muammosi, yo nimadir degan masalalar hammasi chiqib ketadi. Nasiya yo'q. Eng kattasi nasiyasiz savdo qilib qo'yamiz. Shu marketplace'ga kirishdan oldin biz $800,000 ko'chada nasiyamiz yotgan bo'lsa, hozir Xudoga behisob shukr 0 nasiya. Tadbirkorga hozir nasiyasiz sotish imkoni bor deydigan bo'lsa, ishonish qiyin-da, misol. Shunaqa. Shuning uchun aytamanki, tadbirkorlarga tezroq harakat qilish kerak. Siz harakat qilmasangiz, konkurentingiz harakat qilyapti. Xo'p. Endi hozir aytaylik shu kategoriyalarni aytdingiz, misol mana bundan kirish kerak, tezroq har qanaqa soha onlayn savdoda o'zi faqatgina marketplace'lar hisoblanmaydi. O'zimdagi ijtimoiy tarmoqlar ham boshqalar ham kiradi-da. Endi marketingga bir qismi bu. Tadbirkorlarimiz marketing qay darajada tushunadi deb o'ylaysiz? Marketingni bilasizmi? Narxni tushirishni bilishadi. Va ikkinchi narsa, yaxshi ketyapti deb turib, birovni kopiya qilish deb tushunishadi. Mana shu ikkita narsa. Nima qilamiz? Narx tushiramiz. Nima qilamiz? Birov nima qilayotgan bo'lsa, shuni kopiya qilamiz. Примерно shu ko'pchilik joylarda shu bo'lyapti. Misol deylik, bozor raqobatchilarni o'rganish, auditoriya mijozlarni o'rganish, ular bilan masalan so'rovnomalar, kastiflar yo'q bunaqa narsa. Pozitsionirovание degan narsalar yo'q. Brendni tanitish degan narsalar yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarni yuritishga unchalik endi juda ham kam miqdorda. Bizda ko'pchilik tadbirkorlarda yo'q, podpishigi yo'q. Uni bir muhimligini ham hali misol deylik tushungani yo'q. Ya'ni onlaynda prodaja qilish mumkinligini даже o'ylab ko'rgani yo'q. Holatlar kuzatilyapti. Marketing bo'limlari yo'q. Bitta bir SMMchini olib ishlatishga ham hatto nima yo'q. Bitta bir mobilograf yo'q даже. Nima savol berishni bilmaydi. SMMchi olmoqchi bo'lsa. Shu holat
kuzatiladi ko'pchilik holatlari. Shunaqa. Endi bu shunaqa muammo bor endi marketingda. Shu marketingi bo'lmagani uchun faqatgina arzon sotadi. Ham arzon qiladi, ham o'zida ideya bo'lmagani uchun kopiya qilishga harakat qiladi. Uchinchisidan yetmaganda yana o'sha nasiyaga berib yuboradi. Chunki savdo bo'lmagandan keyin pul ishlash kerak, keyin bu nasiyaga olib keladi, keyin yana boshqa muammolarga ham olib kiradi. Shunaqa. Shuning uchun nima deydi? Sizni dasturingizga biz o'zimizni SEO'mizni, operatsion direktorimizni yuborganmiz. O'qib kelishdi, boshqa qilishdi. Marketing to'g'risida bekor savol bermadim. Kelganda savol berdik. Qani ustozlar nima oldinglar deganda, marketingni odam bolasi tushunadigan tilda bizga tushuntirib berdilar dedi. Ya'ni bizni o'zi SEO'miz, boshqalar marketing boshqasini bilishadi. Qani nima yana qo'shimcha oldik deganda, bizni marketingni tushuntirib berardik xodimlarimizga, boshqalarga. Lekin yangi kelgan qanaqadir xodim bo'ladigan bo'lsa yoki stajyorlar bo'ladigan bo'lsa, ularning darajasiga tushirib tushuntirib bera olmasdik biz deb aytishdi feedbackda. Ibrohim aka dedilar, ustoz shunaqa darajada osonlik bilan tushuntirib berdilarki, bizni sразу tomiriga tushdi deb misol. Shuning uchun men o'ylashimcha, o'sha uchun ham ko'p tadbirkorlar sizlarni o'sha dasturinglarga boshqa mana biz kuzatamiz, misol 400 talar, 500 talar o'qiydi-da, bekorga emas. Shu sizni meni fikrim padachi, ya'ni qanaqa qilib shu qiyinroq narsani osonroq tushuntirib berish mahoratingiz bor ekan. Shu orqali o'sha tadbirkorlar ham qiyin qanaqadir so'zlarni, bir atamalarni boshqalardan tashqari o'zingiz jaydari tilda tushuntirsa bo'lar ekan deb boshlar ekan misol. Shunga biz yana xudo xolasa o'zimizni boshqa xodimlarimizni ham yubormoqchimiz o'qishga, boshqasiga. Bir marta yeb ko'rdik, haqiqatan bu nima deydi, addushi tavsiya deydi, yeb ko'rdik, haqiqatan zo'r ekan deb yana odam yubormoqchimiz. Shunaqa. Shunga endi bizning o'zimizda ham elektron tijorat bo'yicha onlaynda savdo qilishga harakat qilayotgan tadbirkorlar bo'lsa yoki offlaynni onlaynga o'tkazmoqchi bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa akademiyamiz bor. Shu orqali bilimni olib turib, keyin o'sha tijoratga chiqinglar deb tushuntiramiz. Endi hozir men buni nimaga aytyapmanki, bizni o'zimizni kichkina soha bo'lishdan tashqari, mana hozir Shahriyor akaga aytayotgandim. Boshqa bozordagi shu kabi ish qilayotgan odamlardan o'rganamiz. Mana sizlarda zo'r produkt bor ekan. 3 kunlik dars misolda. Mana bizda shunaqa produktimiz yo'q. Ya'ni 3 kunlik darsning natijasi qanaqa desak, odamlar kelib o'rganib boshqa 3 kunda natija ko'rib turib, keyin o'sha xuddi keyingi levelga chiqqandaki, 1 oylik darsga borishadi boshqa qilib. Mana shu narsani biz ham o'zimizga внедрить qilmoqchimiz. Ya'ni sizdan o'rganib turib misol. Ya'ni shunaqa tadbirkorlar hamma narsani bilaman degandan ko'ra bir-biridan o'rganib qadam qilish kerak degan pozitsiyadamiz bizda. Shunaqa. Shuning uchun tadbirkorlarga yana qanaqa bir 5 ta maslahatingiz bor. Mana qiling. Mana o'qishni tushundik. Boshda ham birinchi shundan boshlagandik. O'qish bilan shug'ullanish kerak, o'zini bilimini kengaytirish kerak, sun'iy intellektdan va elektron tijoratdan foydalanish kerak, marketing bilan shug'ullanish kerak. Yana nima asosiy bitta maslahatingiz? O'zi bir dona maslahat. Shu maslahatni ushlasa, qolgan maslahatlar hammasi shuni ichiga kirib ketadi. Nima deymiz? Shu men bilaman degan narsasini to'xtatsa, avtomatik tarzda demak men bilmayman degan narsa chiqadi. Savdoga kirishyaptimi, men bilmayman-ku deydi, buni o'rganishga harakat qiladi. Misol deylik, marketing bilan nimadir qilmoqchi, men bilmayman-ku deydi, mutaxassisdan oladida ilm bilan qilishga harakat qiladi. Ya'ni mana shu formulani agar ushlab olsa, qolgan narsalar joy-joyiga to'g'rilab ketaveradi. Xodimlarni ishga olmoqchi, xodimlar bilan ishlamoqchi, kuchli komanda qurib, men bilmayman-ku. Kuchli komanda o'zi qanaqa bo'ladi? Nima asosida kuchli bo'ladi bu komanda? Qanday o'zi ishga olinadi bular? Qanday suhbatdan o'tkaziladi bular? Qanaqa qilib test ekzaminlar qilinadi bularni? Qanaqa qilib buni sadoqatini tekshiramiz? Bilmayman-ku men buni. Yo'q buni mutaxassisga murojaat qilish kerak, buni ilmini olish kerak degan narsaga yoki masalan onlayn savdoga o'tmoqchiman. Men bilmayman-ku men onlayn savdoni. Kim buni mutaxassisi bor? Sherist aka misol murojaat qilaman degan bir narsaga kelish kerakda. Shunda oldiga chiqqan har qanday muammoni
muammoni yechadigan, undan oldin shu muammolarni yechgan odamlar bor. O'shalarga murojaat qilaveradi, ishi osonlashib ketaveradi. Shunaqa. Bu gapni eshitgandan keyin aniq e'tirozi paydo bo'ladi tadbirkorlarni. Zo'r, hammasini zo'r gapirishdi, lekin shu vaqtim yo'q-ku deydi. Shu vaqt yetkazib olmayapman. O'zi Ana o'sha uchun hozirgi o'qish ishimga vaqtim yetmayapti. Oilamni ko'rmayapman. Bolam katta bo'lib qolyapti. Gaplasha olmayapman deyapti-da. Menga shunaqa deganlarga men aytamanki, men aynan ana o'sha vaqtingiz bo'lmagani uchun ham o'qishingiz kerakki, vaqtingiz doim bemalol bo'lsin. Misol bizda o'qigandan keyin vaqti yo'qlar o'zi o'qiydi. Vaqti bor nima qiladi o'qib? Shunaqa. Yoki masalan pulim bo'lsa keyin o'qiyman. Yo'q, puli yo'qlar o'qiydi o'zi. Vaqti yo'qlar, puli yo'qlar o'qiydi. Sababi o'qishdan maqsad o'zi vaqting erkin bo'lsin. O'z-o'zidan vaqt erkin hech qachon bo'lmaydi. Bu uchun to'g'ri tizim qurish kerak, to'g'ri odamlarni olish kerak, to'g'ri ishlarni topshirish kerakki, seni vaqting erkin bo'lsin, san birovlarning vaqtini sotib olish evaziga tizim qurgin. Xuddi shunaqa. Bu uchun bilim kerak bo'ladi, tushuncha o'zgarish kerak bo'ladi. Hamma narsani men bo'lmasam ish yurmaydi degan tushunchalar bilan qilib bo'lmaydi bu narsa. Shunaqa. Shunga endi o'zi yetib kelish kerak ekanda. Bitta qiziq joy bor-da. Misol deylik, mana odamzod 3 ta narsa bor-da. Mana pul bor, vaqt bor, bilim bor. Vaqtim erkin bo'lishini xohlayman degan odam vaqti erkin bo'lishga bilim bilan pulni tikish kerak bo'ladi. Shunaqa. Ya'ni bilim olasiz, qanaqa qilib vaqtni erkinlashtirish yo'lini o'rganasiz. Bunga pul tikasiz. Sistemasini o'rganib olasiz, tushunchalaringizni o'zgarasizda. Shuni asnosida ishchilar olasiz. Qanchadir pulingizdan berishga to'g'ri keladi. Qanchadir shuni asnosida sizni vaqtingiz erkin bo'ladi. Pul menga kerak degan odam pul menga kerak deydigan odam, demak, vaqt tikish kerak, bilim tikish kerak bo'ladi pulga. Shunaqa. Ya'ni pul ilmini o'rganish kerakki, bu uchun vaqt kerak va bilimni olish kerak bu yerda. Keyin shuni evaziga masalan pul bo'ladi. Siz aytgan o'sha hamkorlaringiz 300 nechadir million dollarlik puli bo'lsa ham nimaga u yana o'rganyapti? Nega yana bilim bilan vaqtni tikyapti shunga? O'rganmasa, birinchidan orqada qolib ketadi. Ikkinchidan keyingi levelga chiqa olmaydi, chunki bunga erish bo'ldi o'zi. Undan chunki har bitta tadbirkorni ambitsiyasi katta bo'ladi, u kattaroq qadam qo'ymoqchi bo'ladi, yuqoriroqga chiqmoqchi bo'ladi, lekin unga chiqishi omili bilim. Bilim olish uchun ozgina xarajat qilish kerak. Bizani rahmatli odamimizni yaxshi bitta katta tadbirkor oilalari bor edi, bitta tamoyili bor edi. Xarajatsiz harakat nolga teng degan. Mana shu nima qilsangiz ham bilim ham kerakmi? Xarajat qilish kerak. Zato tikkan $1000 sizga 10 ming, 100 ming bo'lib qaytib keladigan joyi bor. Men shu jarayonda bir 200 ming dollardan ko'proq pul sarfladim-da ilm olishga. Har xil joylarga bordim. Amerikaga bordim, Angliyaga bordim, Koreyaga bordim, Xitoyga bordim, Dubayga bordim, Vyetnamga bordim, Rossiyaga bordim. Har xil ustozlar, har xil joylarda. Shuni bildimki, bilimga tikilgan pul doim o'zini oqlar ekan. Albatta. Doim o'zini oqlaydi. Nechidir baravar bo'lib oqlaydi-da. Shu narsaga men amin bo'ldim o'zimni hayotim. O'sha uchun eng qisqa yo'l nima o'rganmoqchiman? O'zim uchun shu yo'lni topdimki, nima o'rganmoqchiman? Любой narsa. O'shani mutaxassisni, nomer 1 mutaxassisni olaman, pulini to'layman, uni lichniy konsultatsiyalarni yoki yo'rug'ini ko'rsatmasi bo'yicha ishni qilaman, bo'ldi. Men umrlarimni ekonom qilib bera olaman. Shunaqa. Bu eng arzon yo'l bo'ladi o'zi. Albatta. Endi tadbirkorlarimiz baribir o'zi ichidan shu narsaga ishonch hosil qilmasa, baribir o'zbek tadbirkorligi sal qiyinroq, baribir bilim qanaqa ekan deb. Oddiy bitta metodikasi bor. O'tirib yozib chiqsa, men nima ish bilan shug'ullanaman deb, misol bir haftalik ishini yozib chiqadigan bo'lsa, bankka yuguraman, tovar topaman, tovar sotaman, u qilaman. Ya'ni ko'rib hamma ishni o'zi qilib qo'yotgan bo'lib chiqadi. Ana o'shanga ham vaqti yo'q. Agar o'sha narsani bitta boshqa odamlarga delegirovать qilishni o'rganishsa, bilimni olib turib sizdan, ana o'shanda shu vaqti boshqasi arzonroqga tushishi boshlaydi. Ko'proq pul topishni boshlaydi. Va uni ketidan u yana ekonom qiladi, vaqti ham, puli ham paydo bo'lib qoladi bo'shaga. Shuni o'rniga biz ham tadbirkorlikka aytamiz, undan ko'ra mana bir oyda 4 million ekonom qilibsiz. Bitta narsani o'zingiz qilgandan ko'ra, boshqa outsourcega berib yuborgandan ko'ra. Mana bizda omborxonamiz bor, fulfillment. Boshqa tadbirkorlar savdo qilish uchun marketplace reglamenti bo'yicha upakovka, markirovka, keyin omborxonalarga yetkazib berish xizmatimiz bor-da. Bizda 2000 ga qilinayotgan narsani tadbirkor o'zi qilaman deydigan bo'lsa 3000 ga tushadi. Chunki bizda производство betinim, hamma siklda yo'lga qo'yilgan. Olib borganda logistikada katta mashinada olib boriladi, bitta kichkina misol mashinada emas.
xarajat kamroq tushadi, shuni hisobiga yutiladi misol. Lekin shu narsani tadbirkor o'zi qilaman deydigan bo'lsa, unasi unga 50%, 40% qimmatroq tushadi. Vaqt ketadi, mehnati ketadi, puli ketadi. Shuni aytamizki, undan ko'ra shu pul 4 million bo'shadimi? Keyin sizda hisoblasangiz 1 oyda 8 soat vaqtingiz bo'shadimi? O'sha pulni oling deb xo'jayiningiz olib turib, shappa borib, tog'i borib dam olib keling. Undan ko'ra deymiz. Ya'ni o'shandan keyin ko'zi ochiladi-da, оказывается, раз так можно deydi misol. Shunga ana ustida ishlash kerak, bilim olish kerak. Endi Ibrohim aka juda zo'r masalalarni suhbatlashdik. O'zi suhbatimiz ham misol 1 soat bo'lish niyatida, hozir mana salkam 1,5 soat bo'lib qoldi. Sizda hozir meni ko'rgan odamlar mana shu narsani o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsam, qayerga borishim kerak, kimga murojaat qilishim kerak, nima qilishim kerak, havolalar bo'lsa, biz havolalarni berasizlar, biz shu YouTube'imiz tagiga qadab qo'yamiz. Undan tashqari qachon shu dastur boshlanadi? Qachon men misol uchun borib turib ustozdan o'rgansam bo'ladi degan savol tug'iladigan bo'lsa, shu yaqinda kelayotgan sanalarni boshqasini aytsangiz, o'shani misol uchun pastga qadab qo'yamiz. 16-iyulda xudo xolasa tez natija degan dasturimiz aynan operatsion tizimni qurishga, tez savdoni oshirishga qaratilgan dasturimiz boshlanadi 16-iyul. Xudo xolasa. Zo'r. Uning uchun tadbirkor bo'lish shart. Albatta, biznes egalariga mo'ljallangan dasturimiz. Biznes egalari sheriklari bilan va top rahbarlarini o'qitishlari mumkin. Zo'r. O'zlari bilan birgalikda olib kelib. Yaxshi. Xudo xolasa, как раз mana bizda ham 3-iyulda boshlanadi yangi potokimiz. O'sha potokimizda o'qiyotgan odamlar ham demak bir qismi 16-iyulda sizlarni potoklarga borsa bo'lar ekan. Parallel o'qib boshqa qilib. Xudo xolasa. Zo'r. Xo'p, ustoz, nimani men so'ramadim, nimani siz aytmoqchi edingiz? Agar u narsa bo'ladigan bo'lsa, shu jumlalar bilan boshqa qilib, keyin shu bilan suhbatimizni tugatsak bo'ladi. В принципе, nima deydi? Hamma narsalar menimcha gapirildi. Demak, xudo xolasa, bugungi suhbatimizdan agar mana shu bizning o'zimizni podkastimizda bitta odat bor. Har bitta kelgan mehmondan biz bir sovg'a kutamiz. Qanaqa sovg'aki, shu bizning kommentariyamizda eng yaxshi savol bergan odamni siz bir kalit so'z aytsangiz, qanaqadir kalit so'z. Mana shu kalit so'zni topgan odam har xil variantlar beradi. Shu kalit so'zni topgan odamga o'zingizdan bir qanaqadir sovg'a bersangiz. Kalit so'z qanaqa masalan? Ya'ni siz o'zingiz bitta kalit so'zni belgilab qo'yasiz. Mana suhbatimiz davomida misol uchun aytaylik, men o'qish yoki bilim olish yoki bitta so'zni ko'rsatib qo'yasiz. O'shani kim agar kommentariyada topadigan bo'lsa, o'shanga o'zingizdan bir qanaqadir onlayn darslikmi yo bir maslahatmi yo bir anaqa gaydmi nimadir sovg'a qiladigan bo'lsangiz, mijozlarimizga ham qiziq bo'ladi. Yaxshi, bo'lmasa kitobimizni beramiz. Biznesdagi 99 ta xato ularga yechimlar. Kitobini kalit so'zni uni qayerda aytishimiz kerak uni? Ya, o'zingiz prosta olib bitta keyin ana tasdiq bo'lish uchun ana qog'ozga yozib, rasmga olib qo'yadi bo'ldi. Nimaga? Mana har bitta internetda ishlatilayotgan jarayonlarda o'zini algoritm bor ichida. YouTube'da ham algoritm ichida shunaqaki, qanchalik ko'p kommentariy yozsangiz, qanchalik ko'p пересылка qilsangiz, qanchalik ko'p like bosadigan bo'lsangiz, shunchalik ko'proq odamga ko'rsatiladi. Birinchidan, mana shu suhbatimiz boshqalarga manfaatli bo'lish uchun hissingizni qo'shgan bo'lasiz. Ikkinchidan, shu kalit so'z topgan odamga qanaqadir motivatsiyasi bo'ladi. Zo'r. Bunda siz kalit so'zni nima qilasiz? Belgilab berasiz. Chunki YouTube'imizni yuritadilar. Va o'sha topgan odamga kitob sovg'a qilishimizni kontroli sizga bo'lsin. Bo'ldi. Kitobni ustoz sovg'a qiladilar. Agar viloyatdan bo'ladigan bo'lsangiz, yo'l kirasidan o'zingiz olib olasizlar. Yo, o'zimiz dastavka qilib. Dastavka qilib. Undan ham zo'r ekan. Xo'p. Ustoz, rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin. Qiymatli vaqtingizni ajratib, shunchalik maslahatlar berganingizga, Xudo xolasa yana mehmon sifatida taklif qilamiz, xursand bo'lamiz. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon.